Soatimiz 11dan 12 minut o'tdi. Bu yerda qolgan mashinamizni remont qilyapmiz. Vijinoylardan jit sotib ketgan. Ishxonamizga evakuatorda keldi. Xudo xohlasa ishlarni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Gentra mashinasini ochib olganmiz. Vijinoylari atkazilgan. Karzenlari ham charchagan ekan. Diska stronlari ham luksor qo'yilgan, mana zakliflargacha tashib ketgan. Bu mashinamizga hozir yangi diska stronlar, karzenlar qo'yib qaytarib yopib beryapmiz. Vijinoylarni ham argan vijinoylarni qo'yib yopib beryapmiz. Mashinamiz ko'chada qolgan. Soatimiz salkam 12 bo'ldi. Xudo xohlasa kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasiz. Mashinamizni buzib oldik. Ba'zi ko'rishga so'ngchi. Sal haydang oldiga. Oldiga haydang. Bo'ldi, orqaga haydang. Orqaga.